O'tgan safargi videoyimizda 3 ta shina montajni sizlarga ko'rsatdik. Ushbu shina montajlarimiz orasida 2494-210S modeli ko'proq ovoz to'pladi. Ushbu shina montajimizni hozir sizlarga ishlashini obzor qilib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, ushbu shina montajimiz turbali variant bo'lib, balonni diskaga taqqan vaqtda kirgizish uchun mana bunaqa o'zini maxsus nasatkasi ham bo'ladi. Metrli shlankada turadigan patkachkasi ham bo'ladi. Buni qo'llarini yig'ib olgandan keyin 220 volt tok ulab turib, pastdagi reduktoriga kompressordan kelgan havoni ulash kerak. Buni komplektida mana bunaqa o'zini maxsus moy quyadigan chelakchasi bo'ladi hamda utkada turadigan plastmassa nasatkalari bor. Mabodo o'ziniki yedirilib tugab qolsa, bemalol alishtirib ishlatishingiz mumkin. Moy cho'tkasi, 20 tali montirovkasi ham chiqadi o'zida. Bu shina montajimizga eng kamida 100 litrli 8 atmosfera yig'adigan kompressor ulashinglar kerak. Endi hozir buni qanaqa ishlashini hamda pedallari nima vazifani bajarishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda birinchi pedalimiz laganni oldiga, orqaga aylantirish vazifasini bajaradi. Bu bilan bu yoqdagi pedal, mana bu pedal bitta vazifani bajaradi. O'ng oyoqda, chap oyoqda ishlash uchun juda ham qulay. Ikkinchi pedalimiz bu yonidagi bokovoy qismi, ya'ni balonni ezish uchun mana bu bokovoy ishlatib beradi. 3-4 pedallarimiz bu balonni qisish uchun mana bu zupni ochib yopib beradi. Mana hozir ochib berdi. Mana buni bossanglar yopib beradi. Barcha pedallari mana shu ishni bajaradi, ya'ni 5 ta pedali ham. Ushbu shina montajimizni zapchastlarida ham hech qanaqa muammo yo'q. Ushbu shina montajimizni do'konimizga kelib, bo'lib to'lash, naqd pul ko'chirish yo'li bilan xarid qilishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 12 160 ming so'm. Avtomat Suruz tomonidan ushbu shina montajimizga rasmiy 1 yil kafolat beramiz. Barchangizni Avtomat Suruzda kutib qolamiz.